Birinchi kelgan 5 ta odamga addush o'zim sovuq qo'shib beraman. Bismillah. Doniyor Nur choyxonasi 10 kishilik setlarni yo'lga qo'yib qo'ydik. Narxini videoning oxirida aytaman. Ungacha setimiz ichiga nima kirishlarini birma-bir sanab chiqaman. 10 kishilik osh, qazi, bedana tuxumlari bilan ikkita xuddi shunaqa meva assorti qilib beramiz. Ikkita solyonniy assorti, ikkita svejiy assorti, 4 ta suzma, 4 ta sho'rdani, 4 ta kosada achchiq sho'rvalari bilan bo'ladi. Dragon sho'rva deymiz-ku, xuddi shu sho'rvadan va ikkita kompot, damashniy kompot va 4 ta non, xuddi shu ustolni xudo xolasa kamaytirilmagan holatda chiroyli qilib beramiz. Bu setimizning nomi sinfdoshlik seti. Shu videoni sinfdoshlaringizga jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa kelib, mazza qilib yeb ichib ketasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, setimizning narxi atiga 999 ming so'm bo'ladi. Menimcha bunaqa narx hech qayerda yo'q bo'lsa kerak. Osh, qazi, tuxumlari bilan bo'ladi. Yana bir marta eslatib o'taman. Bu setimiz Ramazon oyigacha amal qiladi. Ulgurib qolinglar. Muddati juda ham oz.